Hop, yaxshi, yaxshi, yaxshi ketyapmiz. Davay, 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 taslim bo'lmaymiz, oxirigacha boramiz. Mana shunda finalga chiqib olsak bo'ldi. Oy, yaxshi, zo'r o'ynayapmiz hammamiz. Oy, bu kechishni yutamiz shekilli. Mayli, men obunachilar bilan so'rashib olay, sizlar o'ynab turaveringlar. Yo, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun yana men Jek va yangi videomizga xush kelibsizlar. Bugungi videoda Haykar Ati va Johani bir videoga tiqdim. Hop, xullas, bolalar, bugun o'yinni davom ettiramizmi? Nima qilamiz? Johan, nima deysan? Ati, senchi? Hop, yaxshi. O'ynab o'tirishimizdan umidi, to'g'rimi? Ishni ham qilish kerak. Hamma kirkasini olsin va shaftiga. Men esa qishloqdan atrofini aylanib bir-ikki o'tinaman. Haykar o'zi ketdi. Bo'pti, Jo'xa, senga ham kechroq ko'rishamiz albatta. Yangiliklarni aytib turinglar. Men ham sekin ishga borganim yaxshi. Telefonimni olaman, non olamiz, buni olamiz va buni ham. Bugun bir-ikki o'tin chopsammikin? O'tin chopib kelsam ham yaxshi, uyga foydasi tegadi. Uyimizdan to'rtburchak bir korobkaga o'xshaydi, yaxshi. Bir ro'zg'ori yaxshi ketyapti. Menimcha yana bir 3-4 kunda tayyor bo'lib turadi va 3-4 kundan keyin yana ekamiz. Bu oy qishgacha bir 4-5 ta hosil yig'sak ham yaxshi bo'lar edi. Okay, let's go. Hop, qishloqlarda nima gaplar? Qishloqi bu yerda ko'zi izumrud rang. Juda soz, bularni ro'zg'ori allaqachon o'sibdi. Bizniki hali o'sgani yo'q. Mayli, men ana bu yoqdan daraxt chopib kelganim yaxshi hozircha. Daraxtni chopib va sekingina uyga qaytaman. Hop, tepaga chiqaylikchi. Mana pastdagi daraxtlarni chopsak, yo'q, suv bo'yidagi daraxtlarni chopmanglar degan shuning uchun suv bo'yidagi emas, o'rmon ichidagi daraxtlarni chopishga ruxsat berdi xolos. Mayli, suv bo'yidagiga tegmasak tegmaymiz-da. Hop, bugungi plan bir 64 ta daraxt chopib olsak yaxshi bo'ladi. Chunki yangi uylarni qurish kerak va sotish kerak. Pul ishlamasa bo'lmaydi, faqat kompyuter o'ynab o'tirishimizdan foyda yo'q. Hop, yaxshi, hamma daraxtni sindiramiz. Okay. Hop, juda soz. Bu va bu. Yaxshi, hammasini sindirib boramiz sekin-astalik bilan. Juda soz. Buni ham sindiramiz, bu daraxtni ham sindirishimiz kerak baribir. Yaxshi, sindirdik oxirigacha bo'ldi. Bu ham sindi. Endi yana qaysi daraxtlarni? Buni ham sindiramiz. Bo'pti, hech bo'lmaganda. Yaxshi. Sindi bu ham. Menimcha 64 tani juda tez yig'amiz. Yo'q, hech bo'lmasa 40 ta qilib ketaylik. 64 ta qilsak juda ko'payib ketar ekan. Qolgan bolalar ham hozir kelib qolishsa kerak deb o'ylayman. Yo'q, 64 ta qilaymikin? Yo'q, 64 ta qilmaymiz. Aytgancha do'stlar, keyingi videoda yana qaysi blogerlarni olib chiqay? Buni ham kommentariyada yozib qoldiring va siz qaysi birini muxlissiz? Arti, Hacker, Joha va qaysi birini muxlis ko'p? Shuni ham bilaylik. To'xtang, telefonimga SMS keldimi? Qani SMS o'qiylikchi. Nima? Zombi virus tarqadi. Hamma ehtiyotkorlik bilan uyida qolsin, uydan tashqariga chiqmasin. Voy la'nati. Tez-tez borish kerak demak. Zombi virus tarqabdi. Shu vaqtda ham zombi virus tarqaydimi? Hayronman. Arti, Joha va Haykerni tez-tez olib kelish kerak. Tepaga chiqaylik tez-tez. Ular qaydir shaxtada yuribdi tem bo'yli. Hop, zombi virus tarqatdi. Hop, mer ham ketgandi-yu qayerdir. Endi nima qilamiz? Mer ketgan. Mer bilganmikin yo'q? Mayli, yaxshi. Ular ham qaytyapgani haqida SMS yozishibdi, yaxshi. Men ularni uyda kutib turaman. Nimadir qilishimiz kerak, axir zombi virus bu hazillashadigan narsa emas. Okay, let's go. Hop, men kompyuterdan zombi virusdan qutulish uchun nimalar qilish kerakligini o'qib turaman. Hop, yaxshi, ketdik, o'qiylikchi. Hop, hozirgina Arti va menga Hacker SMS yozishdi. Ular kelishyapti ekan. Hozir kerak deb qolishibdi. Mana kelishib ham. Hop, Hacker, Arti, xullas gapni qisqasi, zombilar juda ko'p kelyapti ekan. Shuning uchun biz binoni yangi qurmoqchi bo'lgan uyimiz o'rniga quramiz. Ya'ni bunga majburmiz. Arti, sen baland bino qurasan, unga esa bug'doy bilan to'ldiramiz. U yerda bir necha oy qolishimiz mumkin. Shuning uchun u yerda maksimalniy yashab qolish imkoniyatini yaratishimiz kerak. Tushundingizmi? Hop, Hacker, sen devor qurib chiqasan. Zombilar bizga tashlamasligi uchun devor qurishimiz shart. Hop, Jo'xa, sen esa barcha xalqqa aytib chiq, ya'ni aholiga, ular bizga yegulik yetkazishlari kerak. Ya'ni yeguliklarni hammasini yig'ishlari kerak. Shunday qilib biz yetib olamiz. Tushundinglarmi? Hop, qani, let's go. Vaqtni cho'zib o'tirmaymiz. Hop, men esa mana bu yog'ochdan uy quraman. Ya'ni yog'ochdan uy debman, yog'ochdan binochalar quraman, ya'ni aholi yashashi uchun. Hop, yana bir nechta struktura o'ylab qo'yganman, ya'ni ish sifati va aholi yerdan maksimal foydalanishi uchun. Keyinchalik bu zombilar menimcha katta joyga tarqaladi. Shuning uchun maksimalniy darajada uylarni keng va katta uylar qilishimiz kerak. Uylarni ko'proq etajli qilishimiz kerak. Hop, Arti, sen o'zing mo'ljalingni olib ol. Oldingmi? Men ham endi o'zimga qarab mo'ljalimni olib olaman.
Hop, yaxshi. Bu yer umumiy yotoqxona bo'ladi. Ya'ni juda ko'p aholini shu yerga juda ko'p qavatli uy qilib sig'dirib olaman. Ya'ni bu yerga ko'p qavatli uy qursam, hammasi sig'ib olishadi bu yerga aholini. Juda soz. Hop, mana shu blokdan qurishga majbur bo'ldik. Yaxshi, hamma ishni qilyaptimi? Hacker ham yaxshi ketyapti. Ya'ni u juda tez quryapti. Hop, men ham shu yerga aholi yashashi uchun joyni qurib olaman va aholini aytganchalik bitta izumruddan kirgizsang nima deysizlar? Tekinga emas. Shunday qilamiz yaxshirog'i. Yaxshi, hop, 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 hop. Bo'ldi. Hop, endi mana bu 64 tani olamiz va let's go. Hop, yaxshi. Bo'ldi, hop, hop. Ha, ana bola. Va deyarli men tugatib bo'ldim deydi-yu. Hop, menimcha to'rtburchak qilib tursak bo'ladi, chunki bu yerda vaqtincha yashaymiz xolos. Chiroyli chiqishi shart emas-ku, to'g'rimi do'stlar? Hop, yaxshi. Hop, hop, hop. Aholiga tayyor joy qilib olishimiz kerak-da, chunki baribir. Arti iloji boricha balandroq qilaver. Qancha baland bo'lsa, shuncha yaxshi. Xo'sh, eshik qayerda bo'lgani yaxshi? Mana shu yerda bo'lsa yaxshiroq bo'ladi eshik va atrofni aholi bilan to'ldirib tashlaymiz. Juda soz. Hop, hop, hop. Bo'ldi. Yaxshi, juda soz va hamma yoq bitaydi menimcha. Bitta joy quryapmiz. Endi karavotlarni yasab chiqsam, karavotlar qo'yib chiqaman. Keyin esa aholi uchun sandiqlar. Hop, yaxshi. Uyni qavatini balandroq qilish kerak. Menimcha aholi uchun bu bino iloji boricha balandroq qilaverish kerak. Yaxshi. Hacker qayoqqa ketyapti? Shu yerdamisan hacker? Mana bu Arti qayerga yo'q bo'lib qoldi? Shu yerda Arti ham to'g'rimi? Hop, yaxshi. Balandligi uncha baland bo'lmasa ham baland qilaverish kerak binoni iloji boricha. Chunki bu yerga aholi juda ko'p kelsa, bizga bu ancha minusga ishlashi mumkin. Chunki aholi ko'p kelsa, ularni sig'dira olmay qolamiz va ovqat ham yetkaza olmaymiz. Bu esa bizga juda seryozni muammolarni keltirib chiqadi. Yaxshi. Juda soz. Menimcha hammasini bitirib bo'lamiz. Arti bitirdimi? Hop, o'rtalar qolganini esa binolar bitgandan keyin davom etamiz videoni. Do'stlar, bazamizni qurib bo'ldik. Mana, sizlarga bugun bazamni ko'rsatib chiqaman. Ya'ni Arti, Hacker va men bazamizni ko'rsatib chiqaman. Hammasi qurilganda. Bu yerga kiramiz, bu yerga ham ochamiz. Ya'ni eshiklar juda ko'p. Mana bu eshik ortidagi narsani ko'rsatadi. Ya'ni biz eshik ortida nima borligini bilib turamiz doim. Zombimi, bombimi va mana bu bizning bazaning yuragi. Biz bazadan maksimal kam joydan foydalandik. Hop, chunki bizga qancha kam joy bo'lsa, shuncha yaxshi. Bu yerni boshqarish osonroq bo'ladi va mana bu oxirgi qavat va yomg'ir ham yog'ib yubordi. Okay, bu yerdan tushib ketamiz. Osonroq bo'ladi bu yerdan tushishimiz. Yaxshi, birinchi qavatga tushdik va bo'ldi. Bu yerga menimcha 50 ta aholini sig'dirib to'ydira olamiz yil mobaynida. Hop, okay. Bu yer esa bizani asosiy bazamiz. Ya'ni bu yerda Arti, Joha, Hacker va mening joyim. Hop, yaxshi. Bu yer asosiy zona. Bu yerga kirsangiz, bu yerda mana juda ko'p aholini sig'dira oladi. Bu yer qishloqlarni juda ko'pini sig'dira oladi. Biz ko'p qavatli binolarni shuning uchun juda ko'p qurdik. Mana ko'rib turibsiz. Bu tepada atrof muhitda nima deydi, nazorat qilib turamiz. Qishloqni, bu yoqni va hammasi tayyor deyarli. Xullas do'stlar, bugungi video shundan iborat edi. Keyingi videolarda ham shu bazada olaylikmi? Bazaga yana nima qo'shaylik? Shularni yozib qoldiring.